Sizlerge hemen бұл жақтан çoğun buqalardı buna tartıp көрgözüp ketebиз. Çoğun buqalar. Qancha ekan shul aka? Qanchaga berdi? 62. Qaysi? Alaga, qunajında surat tur akam. 62 mingga bardi shu. Ala qunajı. Bu жақта bolsa mına buqalar. Hakkıdaşının 75. Oşa turgan mı? Bunu alsa? Şu 75 ming bağa bar tur şu. Para. Başkaça. Assalamu alaikum. Buqa qancha ekan? Şef. 120 kami var. 120 ming kemi var. Özün olib keldingmi? Sherigi bormi da? Ko'k. O qancha bo'ldi? 102 qilishdi. 102 qilishdi. Bunani 120 mingga bordi bu basi. Ya 120 ming kami var. Ha, 120 ming kemi bor. Kechirasizlar, oy. Ha, buni ko'k 102 mingga borib turdi shu. Qala shef, juring mana buqani so'rangchi. Bilayli. 120 ming kami var. Hozir buqani so'rayman. Mana turgan tushdag'i. 100 ming dedi. 100 ming dedi. Ha, o'sha so'rab qo'yibdir. 100 ming kami bormi? 100 ming so'm kami bor ekan shu buqani. Buqa qiziquvchilar bo'lsa. Bunda daha çoğun buqalarga keldik. Aka şu qancha bo'ldi? Zal tomosha oldilar. 70. Bilmaymiz qisqasi. Qancha bo'lgan? Vegası barlardı so'rayveramiz. O qancha bo'lib tur aka qarmag'animiz? 88 mingga bormish. Bular sotiladi aka? Satıldı. Ha, 99 ga? 89 ga. Ha, 89 ga. Kechirasizlar. 89 mingga sotilib turdi shu. Bu 3 yasharga borib qoldi bular? 8 yashar. Sizniki mi şu? Qancha bu? 75 ming. Qaysi? Nosi 75 mingmi? Şu 75 ming ekan bu. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Molda arzondatdingizlar, go'sht qachon arzondatasizlar endi? Ha, biz go'sht sotmaymiz, mol sotamiz. Arzon berib o'tamiz. Qassoblarga aytib qo'ying arzondan. Qassoblarga aytish kerak, ha, top. Ha, Qancha bo'ldi bu qarshi? 72 berib o'tamiz. Tushundiganda, shu qo'y bozordachi? 5 ming bo'lib qolib turib bayog'i, 15 ming, 13 ming deb qo'yiladi. 6 ming bo'ldi. Beraveringman. Et arzondatish kerak endi. Onlar go'sht arzondatish kerak. Qassoblar Qaysi qassob ekandan bilmay qolaman. Qancha bo'ldi aka shu? 165 bo'ldi. Ne 165 ming bo'ldi. Qancha qoldi? Videoni ko'rdingizlar, qassoblar. Ertada kishini arzondatdingizlar ham, mal arzonlab ketdi. Qaysi savdo qildingizlar? Desak bo'ladimi? Shu lokovi? Buni menen. Ja, bu lokovi. Narxi Qancha bo'ldi? 65 ming so'm. Shu lokovi 165 ming so'm bo'ldi. Sizlar qassobmisizlar, ha? Maaşı beraber hoştu benim de tikyo beni de. Assalomu alaykum akalar.
Qancha bo'lib tur aytib qo'ysizlar-ku? Qaysi? 80 mingga berdim. Bermedi-mi? 80 ming so'mga berilib turishi buni turgan bo'z. 80 ming so'm qarangizlar. Cho'ng ele buqa biroq qolgani 80 ming so'm. Taqsir bu qancha? 80 so'm da 80 so'm. Kamichi? Kami kichine var. Surashdi? Surashdi. Qancha surashdi? 66 ming so'm taptaza deb surashdi. Yaxshi o'tiringizlar. 66 ming so'm bo'ldi. Qashqasini ham torting sen. Qana qashqas? Mana qashqasi. Ha, dag'i biri bormi deganda. 66 ming so'm bo'libdi shu. Yo'q, jele odamlar. Meni olishingiz mumkin. Bo'lsa. Meni olishingiz mumkin dedi. Yo'q bo'lsa sekretda, mana turmaymi. Yaxshi. Bozoringiz bersin, domla. Mana do'stingiz minalar. Nega endi do'stini mindirishingizlar kerak? Tomoshami bor. Domla deb turib sekin so'z keltirib atishlar. Assalomu alaykum. Qancha buqa aka? Qancha buqalar? Aytib qo'yasizlarmi? O'rtada o'z qancha bo'ldi? 5 dan bo'ldi. Yaxshi, rahmat. 45 ming so'mdan bo'ldi. Kichkinagilarni topib tushib ketaverdim shundan oldi. Aka, o'sha qancha bo'lib turmi? Shuni savdo qildingizlarmi? Qancha bo'ldi? 63 ming bo'ldi. Yaxshi. 63 ming. 63 ming. Qaysi bo'ldi? 63 mingga borib turish ol. Yaxshi, savdonizlar bersin. 63 ming bor. Mana oq qalpoq kiygan akamiz. Qancha bo'ldi bu aka? 7 bo'ldi. 7 ming. 7 ming bog'i bor. Bu-chi jandagi? 50 ming bo'ldi. O'xshash ekan aka, ha? Boqsa cho'ng buqa bo'lg'ida ekan bunday ko'ting. Aka-ukalmi? No'sa, otasi boshqa deb qo'yadi. Bor bo'lingizlar, bor. Voy. Shu sizlarga o'xshagan odamlar bozorda qizitatda, bor bo'lingiz. Mana shunday bozordagi bog'larni ko'rdingizlar, kanalga qattiq olib qo'yingizlar.